Assalomu alaykum hammaga. Sizlar bilan Hayotullo Sobirov, ya'ni Chumoli Trader. Sizlar bilan Retail Manipulation algoritm vaqtlari bilan qanday qilib turib entry qilishni birinchi darsda ko'rib chiqqan edik va ana shu darsda men sizlarga London va New Yorkdagi vaqtlarni bergan edim. Endi esa men sizlarga Aziyada, ya'ni ichimizda bor haligi erta kundan turib oladi savdo qilmoqchi bo'lgan odamlar bo'ladi. Xuddi o'sha insonlarga Aziyada vaqtlarni o'rgatmoqchiman va ana shu vaqtlar bo'yicha qanday qilib turib savdo qilishni men sizlarga logikasini ham qisqacha qilib turib tushuntirib ketaman va bu mavzuni siz to'liq tushunishingiz uchun va London va New Yorkdagi vaqtlarni bilmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, albatta birinchini darsni ko'ring. Ana shu darsni ko'rganingizdan keyin sizda to'liq tushuncha paydo bo'ladi. Xo'p. Retail Manipulation Asia Model. Qani bo'lmasam ketdik. Men sizlarga o'rgatadigan vaqtlarim bor. Mana bu vaqtlarga e'tibor bermanglar. Bular shunchaki belgilangan vaqtlar hisoblanadi. Ya'ni hozir sizlar bilan qanday qilib turib mana shu vaqtlar bo'yicha entry qilishni qisqacha ko'rib chiqamiz. Qani e'tibor beramiz. Ya'ni men sizlarga o'rgatadigan vaqtlarim bo'ladi. Xuddi o'sha vaqtlarni demak mana bunaqa ko'rinishda belgilab olasiz. Belgilab olganingizdan keyin aynan mana shu vaqt ichida sizda maksimum va minimum darajalar paydo bo'lishi kerak. Va paydo bo'lgandan keyin ana shu vaqt oraliqlarini belgilab qo'yamiz va keyingi vaqtimiz, misol uchun aytaylik, bu mana 7:05 bilan 8:45 orasi deylik. Mana shu vaqt oralig'i yopilgandan keyin bizda necha boshlanadi? Uje 8:46, 8:47 shunaqa bo'lib turib ketadi, to'g'rimi? Xuddi ana shu vaqtda yaraladigan shamchalar bizga maksimum yoki minimum darajasini breakout qilib berish kerak, ya'ni tanasi bilan buzib berish kerak. Va bu tanasi bilan buzib berish aslida M1 time frame'ni ham ko'rsa bo'laveradi. Lekin hozir siz bu strategiya bo'yicha yangi ishlayotganingiz uchun nima qilish kerak? M3 yoki bo'lmasam 5 minutlik time frame'lardan foydalaning. Ya'ni breakout bizda shamni tanasi bilan bo'lib bersin. Ana shu tanasi bilan bo'lib bergandan keyin xohlasangiz retestdan savdoga kiring, xohlasangiz primoy mana shu yerda riskingizni bo'lgan holatda savdoga kirsangiz bo'laveradi. Xo'p, bizda stop va take profit darajalarimiz bor. Stop darajamiz Fibonacci darajasini 0.7% ga, take profitimiz mana bu yerda bizda take profit 1 darajasi bor, ya'ni TP1 va bizda bor full TP bor, mana 2.5. Standard deviationda, ya'ni Fibonacci darajamiz -2.5 darajasi bizga full take profit vazifasini bajarib beradi. Xo'p, buy ko'rinish mana bunaqa ko'rinishda bo'ladi. Sell ko'rinish bo'ladigan bo'lsa mana bunaqa ko'rinishda bo'ladi. Ya'ni aynan mana shu vaqt oraliqlarida yasalgan maksimum va minimum darajalarni belgilaysiz. Tasavvur qiling, misol uchun mana bu yerdagi maksimum daraja, ya'ni narx ozgina tushganda, undan keyin bundoq turib yuqoriga ketib turib, ana o'shandan keyin pastga qarab turib tushgan deylik. Ya'ni mana bu yergacha. Demak, sizning maksimum darajangiz bu yer bo'ladi va minimum darajangiz bu yer bo'ladi. Va narx mana shu nuqtani tanasi bilan break qilgandan keyin siz savdoga kirishingiz kerak bo'ladi. Hamma narsa oddiy. Va mana bu Fibonacci nastroykasini men birinchi darslikda ko'rsatib o'tganman. O'shaning uchun bemalol birinchi darslikda ko'radigan bo'lsanglar, yana ham to'liq ma'lumotga ega bo'lasizlar. Va undan tashqari odatda bu bo'yicha re-entry qilish mumkin, lekin re-entryni men sizlarga hozircha o'rgatmayman. Sabab nimada? Sababi mana shu birinchi darslikda London va New York soatlarida men sizlarga 14 talik vaqtni o'rgatdim. Ya'ni sizga 14 ta signal beradi bir kunda. Hozirgi vaqtlarni mana qo'shadigan bo'lsak, bundan ham ko'payib ketib qoladi. O'shani hisobiga re-entry qilish shart emas. Uje bitta stopni yedingizmi, yeganingizdan keyin prosta dam oling. Ya'ni keyingi vaqtni kuting.
va men bu strategiyani nimaga endi olib chiqdim ommaga? Bu narsani ana shu 1, 2, 3 darslarni ko'rganingizdan keyin siz yanayam tushunib yetasiz, nimaga endi bunaqangi vaqtlar ko'p va bu vaqtlar qayerdan keldi. Xo'p, endi men sizlarga bitta narsani tushuntiraman. Ya'ni shoshqaloqlik qilmang, hozir shundoq o'tib ketib qolmang nimaga, nima deydi? TradingView'ga. Birinchi navbatda TradingView'ga o'tganingizdan keyin UTC -4 ga o'zgartirib oling, ya'ni New York vaqtiga. Ana shu New York vaqtiga o'zgartirib olganingizdan keyin men o'rgatayotgan har bitta vaqtlar mana shu New York vaqti bilan bo'ladi. O'zbekiston vaqti emas bu. Keyin so'rab yurmang qaysi time zone vaqti deb. Xo'p, misol uchun aytaylik. Mana shu yerdagi vaqtlar, mana shu vaqtlardan bemalol foydalansanglar bo'laveradi. Bularni belgilaydigan bo'lsak, misol uchun aytaylik, bizda bor 20-5, 21:00 deylik, mana. Prosta randomda belgilayman. Misol mana bizda mana bu yerda 20:45 va undan keyin bundoq suradigan bo'lsak 21:00 dagi shamcha deylik. Va mana shu yerda e'tibor beradigan bo'lsak nima bor? Kelinglar, aniqroq qilaveray. 20:45 21:00. Xo'p, 21:00 dagi demak bozordagi harakat. E'tibor beramiz og'alar. Mana bu vaqt oralig'ida hozir bizda maksimum va minimum darajalari shakllangan. Mana bu nuqtada demak bunimiz bitta stop beryapti. Misol uchun men hozir sizlarga belgilab turib ko'rsatib beryapman, ya'ni sizlarga yana ham tushunarliroq bo'lish uchun. Undan keyin bu yerda bitta stop bo'ldimi? Stop bo'lgandan keyin shunchaki dam oling. Ya'ni qayta re-entry qilmang. Undan keyin kutasiz, misol uchun 21:50, 22:10. Mana 21:50, 22:10. Mana bizda 21:50 bilan 22:10 dagi vaqt oralig'i bor va mana shu yerda qaranglar, qayerda yaralyapti minimum daraja. Minimum daraja mana bu yerda, to'g'rimi? Va 21:10 da yaralayotgan darajamiz mana bu joyda joylashgan. Demak, bizning maqsad bo'ladi. Tanasi bilan buzdi, retestdan savdoga kirsangiz bo'laveradi. Va sizni stop loss va take profit darajangiz mana bunaqa ko'rinishda bo'ladi. Ya'ni 21:10 dagi eng yuqori daraja qayerda? Mana bu yerda ekan. Eng yuqoridagisi. Va eng pastdagi daraja aynan mana shu vaqt oralig'ida bu yerda joylashgan ekan. Demak, biz savdoga kiryapmiz mana. Retestdan take profit 1 va full TP. Va bizni stop loss darajamiz 0.7 da. Ko'rdinglar? Vot. Hammasi oddiy. Mana shunaqa ko'rinishda. Mana nimaga endi har bitta vaqtda savdoga kiradigan bo'lsangiz, re-entry'da amalga oshirmang agar stop olib qo'yadigan bo'lsangiz deyapman. Ya'ni bittasida minus bo'ldimi, balki ikkinchisi ham minus bo'lar, balki uchinchisi ham minus bo'lar. Lekin qolgan vaqt oraliqlari ham bor bizda. Ana shu vaqt oraliqlari sizga bemalol sizni plyusga olib chiqib ketadi va har bitta bitim uchun 0.5% dan risk qilishni hozircha tavsiya beraman. Tushunarliga? Xullas shu hammasi oddiy, bemalol mana shu vaqtlardan foydalansangiz bo'laveradi. Ya'ni Aziyada savdo qilmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz va New York va Londondagi vaqtlar bo'yicha men birinchi darslikda ko'rsatib o'tganman. Qanaqadir savollar bo'ladigan bo'lsa, bemalol Telegram, Instagram mana shu yerda bor. Murojaat qilsanglar bo'laveradi, talab va takliflarni. Barchaga xayr, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.